Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarga shu joy va xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Bugun A tarafda bir cho'nglarniki faoliyati vaki ham shu ovoz yangrab qo'lan qo'yib qo'yibdi. Shundan mana bu qilgan gaplar anglamay qolmasin deb men yerga o'tib qilyapman. Qarindoshlar, mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Meningki bu yerga chiqib namoyish qilishim sabab bo'lsa, birinchidan Xitoy hukumatidan ota-onamni qo'yib berishni talab qilish, ular begunoh. Ikkinchidan bo'lsa, ikkinchidan qarindoshlarga ba'zi bir qarindoshlar yashash jarayonida balkim turmushning besim bilan yoki xizmat, o'qish, Yevropaga kelgandan keyin aldirash ba'zilarning beshida o'tdi, ba'zilarning beshida o'tmadi. Shuningga o'zimizningki men endi o'zimning beshida haqiqiy o'tgan ishlarni so'zlab berish, xalqimizni hozir dunyo vaziyati o'zgarayotgan vaqtda nimaga muhtojligimizni, nimaning kayinda mengishimizni so'zlab o'tish. Hamda asosiy maqsadim bo'lsa, bu yerda ota-onamni qutuldirib olib chiqish. Lekin shu dunyo Uyg'ur qurultayidagi ba'zi bir odamlar men toz yaxshi qilayotgan medialarim to'xtatib qo'yib, meningki hissiyotimdan foydalanib meni paqsoq qildi. Meni paqsoq qilsa mayli, uningda cho'ng chataq yo'q. U ishlarni men o'zimni o'sha yerda menimi Shvetsiyadagi jiq xalqlar biladi. Men o'zimni ishni o'zim hal qilib ketalayman. Unimi hal qilib ketalaydim, ammo men meningki bular opamning dadamningki ish cho'ngib qolgan, opam dadamningki turmadagi hayot bilan o'ynashib, ana shundoq meningki vaqtimni o'tkazyapti. Men shuningga shu darajada narsalarni oshkorlab qo'rqmay qilishim shu. U odammi biladi meningki qanchalik uydagilarimni, ota-onamni yaxshi ko'rganimni, ham shularda qanchalik badallarni to'laganimni obdan biladi. Men uni o'zimmi bartaraf qilalaydim bu ishni, lekin men qonuniy yo'l orqali bundaq munofiqlarniki, qo'ymachilarniki qurultayning ichidan ikkinchi chiqmaslik uchun sharmanda qilish, rasvo qilish, ayiblarni ichish, yolg'on qilayotgan da'volarni xalqqa bildirish. Menimcha asosiyatdan dunyoninki hamma joylardagi xalqlar dunyo Uyg'ur qurultayiningki ahvolni asosiyatdan bilib ketdi deb o'ylayman. Biladi, ba'zilarningki manfaatiga taqashmaganlik uchun, ba'zilarningki va yomon bo'lib qolmay, dasturxondan ayrilib qolmay, sovrindan qilib qolmay, ba'zi erkaklarimiz voy bo'ldi, xotinimning beshini og'ritib qo'ymasin, o'sha uyning ichida turmushning besimidan o'sha bir yerdan gap qilib. Chunki bular ashidaq emasmi? Biri shu islom ilaqa ma g'arb davlatlarida ayol kishining degani rost bo'lgandan keyin shuningga shu ojiz yeri shu ayoldan tutiblam nima ish qiladingiz bunday gaplarga kirishib pala beshini og'ritgandan keyin bechora odam charchab qilgandan keyin shu shunday ayollardan tutib, uydagilarnikidan tutib shundoq zarbalarni berib bizningki da'volarni ham shundoq paypaq qilyapti. Endi qaysi kuni shu Londondagi ichilgan shu xonimninki sotiga bergan radiyagami bir qancha tashkilotlar bor. Meningcha men ularni radiya bersin deb qarayman. Men endi surgun hukumatninki a'zosi bo'lmasammi, men u yerda ishlamasammi, men faqat Solih Xudoyorninki sodiq bir qo'llovchisi. Men ularninki izchil turda qilayotgan ishlarini nihoyatda qo'llab-quvvatlayman. Chunki u bola bir nuqtada ching turadigan bolaki, qo'rqmay shu Amerikaninki cho'ng matbuotlarda yaxshi so'zlab, vatanimizningki besbilingan zimin ekanligi, bizningki birdan-bir chiqish yo'limizningki mustaqillik to'g'risida to'g'ri da'volarni olib beryapti. Nihoyat to'g'ri ishlarni qilyapti. Shuningga men u bolani qo'llayman. O bolaninki ishlariniki yurishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Chunki u bola bizningki vatandagi barliq shu xalqimizningki arzu manfaatlari, umid, arzu, istaklari
lagerdagi, turmalardagi qarindoshlarimizniki birdan-bir yinib qolgan, chaqnagan, bir o'chib qolgan bir yulduzni bu bola yondirdi deb o'ylayman. Shundoq. Undan keyin qarindoshlarningki mushu to'g'ri bizningki yo'lga mengishimiz kerakligini, bizningki o'zimizningki chiqish yo'limiz faqat birdan-bir mustaqillik, qarindoshlar. Mana qaysi kunmi shu London sotidagi mushlarning qurultayningki yoshlarningki ideyasini, tafakkurini shu bir zalda qandaq chiroy ifodalari bilan ashlarga ijarab turib, shu bir o'yin bo'layotgandek bir ishlarni qilayotganligini ko'rasizlar. Ularningki chiqimini ko'tarib bersa, aeroplan biletini ib bersa, yotig'ini ko'tarib bersa, yesa ichsa, basa o'ynasa bo'ldi. Hozir Turkiyada yig'inga kelgan bir qancha odamlarningki necha kundan beri viski bilan qilayotgan da'volarmi quloqimizga keldi. Ham shundoq qilib yetibdi. Ala endi ayada shundoq ishlarni qilib endi yuridi qarindoshlar. O'ylab beqinglar. Bizningki hozir qanday vaqtimiz shunday bir o'ynab kulib qiladigan vaqt emas. Meningcha bo'lgan chaqda bu ishlarga bo'pmi mushu bu qitimqi London sotdiki mushu muattarninki savol javob berishiga hargiz bo'sh qo'yatmaslik kerak. Buni biz qattiq kichik ishlar to'pladi 1-2 kun chamakisa qilib qo'yatmasligimiz kerak. Buningga Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasidan Najmiddinning partiyasidan mustaqillikni qo'llaydigan bo'lganligi uchun buningga chiqib bayrat e'lon qilish kerak. Dilyar Musaboyevninkimi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidan chiqib radiya bildirish kerak. Meningcha buni oldingi programmalarda meningcha Ahmad Fidoyininkida bular meningcha ekranga chiqqancha Dilyarni so'zlaydi deyman. Men hamda Cumhuriyetçiler Partiyasi mustaqilliklar bo'lgandan keyin bularning radiya berishini o nim qilishini umid qilaman. Chunki bir odamni chiqib bu yerda tillab buni qilib kayniga o'tib kar deb mustaqillik to'lab men bir xil o'yin ko'rgandek qilmasligini hammasininki tang bosh chiqarib xato bo'lsa xatoni, to'g'ri bo'lsa to'g'rini deyishni men umid qilaman. Endi qarindoshlar, meningki opam dadam hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadamninki faqat Turkiyaga kelganlar yeri bor. Uningki mening ishda panohlik tilgan deb ishda shaxsiy uchurlarimni Xitoy hukumatiga o'g'irlab berganlik uchun, opirib berganlik uchun shu darajada bo'lib ketdi. Bo'lmasa vatanga ne qurultayninki boshliqning xotinlari hatto cho'l dokumentlarni berib kelganlar bor. Men u ayolning rasmini bir kun oshkorlayman. Yo'ldosh ikkinikini kirishtirib turib film ishlab unikini taqdiman. Taqdirgan narsalar o'sha saranglik kinishkisida ishlayotgan qurultayning chiqnashlar bor. Buning ichida oshkorlanadigan jiq masalalar bor, aldirmay bo'ladi. Uni sizlarga opala shaplarni qo'yib bersam, men kayndan sizlarga chiqarib bersam, sizlar hazm qilib bo'lmaysizlar, bir ikki kun tillab unutib qolasizlar. Shuningga men manga tunugan deganlar bor. Voy endi cho'ngyaga ichib qolding, bu jidaldan qanday chiqdi deb. Birinchidan men jidal qilmadim. Birinchidan men ota-onam uchun chiqdim. Ikkinchidan mushu qurultaychilikka odam meni qo'ygan bo'lgandan keyin, meni ahmoqdan keyin qurultayni tutaman. Yillardan beri bularningki qilayotgan da'volarimi yolg'on da'vo. Bunda yolg'on da'voni ham to'xtatish kerak. Bular numus qilish kerak. Bular qerib qoldi. Yoshmi 60 ga bordi, 45dan 50 ga kelgandan keyin sanga nima siyosat tushib ketishing kerak, yoshlarga berishing kerak. Biz mana jangovar qurol ko'tardiganmi biz? Oldiga chiqib qo'rqmaydigan yoshlar bizdan yuragimiz sanqaqni kerak deb suzmi qolib qolgan yo'q. Biz degan urg'ib turibmiz, bizdan degan qon qizib. Vatanga qurol ichilib kiradigan shu qosmani biz yoshlar kiramiz. Senlar hayotingni bilmaysan, pashoz deylar. Men sanqaq deb qo'yay. Shuningga bular to'g'ri da'vo qilish kerak. Bu dunyo Uyg'ur qurultiymi? Qurulmay turib, Tayvandan bularga tabrik etib bo'lgan. Bularning qurultiyninki chegida Xitoy bor degan gap. Shuningga yo irqiy qirg'inchilik talanmay ketdi, yo bir iliq mustaqillik talanmay ketdi. Kun qarsam Bosniyadagi oshqon yig'indimi
To'lqin Aysaniki o filmlar chiqdi, oldirmay ko'rib, uning ichidan nima gap chiqdi, uninkini tep chiqamiz, burunga tashlab qo'ydigan ish yo'q. Men mandaq ko'rgunimda endi To'lqin Aysa qaqshapti yana. Xalqdan norozi bo'lgan. Ey, ko't. Xalqdan pulni ilib jalab o'ynaysa, hech nima bo'lmaydi. Xalqdan pulni ilib xotin almash ashini tutib o'ynaysa, hech nima bo'lmaydi. Yana shu xalqdan yana rozi bo'lmay, xalq sotsial medialarda, ushaq medialarda tilladi, aniq qildi. Bizda birlik yo'q. Senda birlik bormi? Sen degan Xitoyga o'xshash tutsang, Xitoy mash vatanda mashtati tamlag'i mezotanja ijodchilar yozib qo'yib, amaliyotda bir millatlar bir-birisiga urush qilib, ashada mashina qiladi. Tamlaqa stop tashviqot ama ichidan sap aytadi. Sen qaqnami shu o'xshash, shunga o'xshash. İşte xalqdan rozi bo'lmay, xalqdan shunda qaqshab yurgan andaq mandaq deb shu gaplar shu. Faqat taom tiqi yo'q, bir dehqonning gapi, bir siyosatchininki, bir manda bir amaliyotchan bir narsa yo'q. Ammangu uyay berib, bular hamda kelgusida qavrisini ko'rib kelibdi dedim, hamda boshqa hech gap qilmadim. Uning ichiga har xil odamlar beribdi. Turkiyadan kelgan siyosatchilar borki, yoshlar qurultaydan borganlar borki, boshqalar borki, ularga hamda men bularni bilib ketmayman, ularga tegib ketmasin. Mening asosli yadroliq tegayotganim shu qurultay. Shuningga menga debdi, bu jidalda cho'ng jidalga kirib qolding, qandoq chiqitasa deb. Qandoq chiqitdim, chiqatmayman bu jidaldan. Vatan ozod bo'lguchi ishlar bilan ishlar qilmayman, qiyirishman. Meningki ota-onamniki vaqtini o'tkazibdi. Bular egomidi bu ishlarga. Bularni oldirmaydi, ularning suyini siqqanday siqib, jinini qiynab shunday qilish kerak. Bu jidaldan chiqatmaymiz. Jidal emas, bu jang. Jangga kirdik. Jangdan ya g'alaba bilan chiqamiz, ya yo'qab ketamiz. Bunday gap. Bu jang emas. Birinchi ota-onamning uchun har kuni mishada turib, shanba-shanbani dam olish, mana hozir men semestr vaqtimda asosiyatdan bir yil sayohatga chiqmadim. Har yili ikki qaytim chiqatdim, bir yilning ichida bir yil chiqmadim. Balkim keyingi yillardan chiqib kelishim mumkin, ammo mishada vaqt bo'lsa, dushanbadan jumagacha mishada asosiyatda. Qarindoshlar, kallamizni ichib o'taylik. Bularninki hech bir qo'rqadigan yeri yo'q. Bularninki hech qanday. Anadagi Amerikadagi tunugimni o'lishgan mana bizningki YouTube kanalimizdagi Qilish Uyg'ur yoki O'yg'an Uyg'ur degan kanalimiz bor. Shuningda bu chiqarib qo'ydik. Ayliq tatayning malasinikini. Voy, bizga mustaqillik kerak. Voy, men Sharq Turkiston uchun deb qo'yib, Trump chiqib ketgan ekan, va Bayden kelgan ekan, Xitoyga yomshigan ekan. Men ko'tcha qizmi yomshig'im dedi. Voy, biz hissiyotimizni do'ng'aytmayli, bir-birimizni unda oldirmayli, mustaqillik. Ey, bu Uyg'ur deganning davosini sap Uyg'urning tenidagi odam qildi. Qandaq Amerikadagilar shuni tiklab qo'ydinglar. Ilshat Hasan chiqdi, xil yaxshi qilayotgan bir ishlarni. Va Ilshat Hasan unchalik yomonmi deb ketmayman. U odam burundan tegi pokiz, xil bir oqko'ngil vijdonli odamki, endi ba'zi bir yerlar kelgan chog'da to'y qilib qoldi qo'ygandan keyin shu ashta bo'lgan odam riyada ilinib qolgandan keyin ba'zi yerlar yana xato siyosatlarda bo'lsa, lekin men Ilshat Hasanni unchalik yomon odam, unchalik past deb qaramayman. Bu odamning chiroyidimi, gap so'zdimi, unchalikmi yomonligi, shumpallik chiqib ketmaydi. Ay, nacharlari o'sha Kaliforniyalik Erkinstek, To'lqin Aysa, Abbos oilasi, Umar Qanot degan qo'y to'qining to'qi u. Ashundaq bir nimalar, mushuguylar mana bizning Uyg'ur qonunlarimizni bosirib oldi, bizni indigenous people qilyapti. Shuningga Rabiya Qodir siyosatda ana pana xonim deydigan gap yo'q, ismini chaqiradigan gap. Rabiya Qodir sizlar shu qanday qilgan bo'lsanglar, 2007-yilda qanday $5000 setayotgan bo'lsanglar, shuni qaytirib, indigenous people'ni qaytirib etinglar. Qanday qilgan bo'lsanglar, shunday qilinglar. Bo'lmasa, xalqlarningki sizlarga bir umr nafrati bo'ladi, yog'idi. Qanday qaytirishni, qanday qaytarmaslikni sizlar obdan bilasizlar. Sizlarning Nancy Pelosi opanglar bor-ku, ilaqa Nuri Tulkarning opasi. Shuni izlab berib, voy, mana sen bizni bunda deganti Loisa biz qittiqga bilmay qattiqga demsa, ya shu chog'da biz $5000 ehtiyojliqdik demsa, shuni qilib qanday qilsang shuni yo'q qilish. Shunday gaplar qarindoshlar. Maydonimizni ham unda iniq qilaylik, qo'rqmaylik, qo'rqadakni qurultay to'ylab beramda bizning uyimizdan pulni. Qurultay bizning bir yerga borsak chiqimimizni qurultay qilib beramda. O'zimizni o'zimiz yashayotgan bo'lgandan keyin o'zinglarning dardini
Ne japa mushaqqatni tatdinglar, o'sha til o'rgandinglar, nima uy oldinglar, masanga yaxshi iqtisod topildinglar, mayli qanchalik bo'lsin. Chiqib o'zinglar jannatga ketib borsizlar. Sen hech qachon qurultoy uylab qo'ygan yo'q. Qurultoyni biz yo'layapmiz. Shuning uchun bizmi bermagan emas, ayni vaqtda toza bergan. Voy. Shuningga bulardan qo'rqishninki hech qanday hojat yo'q. Shuning meni yetamalat qilib ketirgan bo'ldi u bola. Voy men ham shal bijmo chiqqanlarima dolqin aysammi biladi. Voy mayliqi 3-chi doktorxonadagi Reshitning bolasi Dilshod omi bo'ldi chalayshan. Hammasi biladi meniki qanchalik bu yer tuqqanlarimning borligini men. Hargiz zerikib qolgan yoki bu Uyg'urga aralashibmi bir taraqqiy qilib ketganini ko'rmadim. Uyg'urga aralashsa shu nim bo'ldiki adam shu so'rim bo'lib qoldiki tilni o'rganmaydigan kashka o'tirib quruq paran qilgan buningda chet elliklarga aralashib ideyalarimizni ichib ularga bizning nimlarimizni madaniyatlarimizni tillarimizni vatanimizni bildirib ashlardan qanday ish tepish qanday bir yerga kirib kasb egallash mana narsani qilsak ilgari bosadi ekanmiz bu uyg'ur so'rin deganga to'yga yo yilda yetmamas bir borsak bo'ldi kashki uyg'urning qonga kirib olishdan hojat yo'q o'zimizni ishini o'zimiz qilgan yaxshi tekchi vatanparvar ideya bilan yashayotganlar bek chiqdi yalnız yazsak ne mutlu yalnız koysa. Bunu üstüne onda toy qilib qolsammi, o'zimda bir shaxsiy gap qilib qo'yay, unda vatanga berib, ilqatgani bir beshimdan qirtadigan yoki ilqamandiroq bir qumslarninki odamlarni undaqlarniki topmayman, men o'zimga mos keladigan, ota-onasi yoki bo'lmasa ota-onasi o'sma chet elda turadigan, vatanga bormaydigan, vatanparvarrak, o'zimga mos keladigan, yo'q ya chet ellikni topaman, yo O'zbekistondan kelman. Ama Kazakistan'da o benim permission ko'ngil bo'lgan bo'ldi, xotin chiqmaydigan bo'ldi, jamoatchilikdan qolgan bo'ldi deb. O'zimni işte o'zim hal qilib ketaman. Shu qarindoshlar. Ota-onamizga ega chiqayli. Ota-onanglarga ega chiqinglar, shunda kesayotganlar bak chiqqansizlar. Gollandiyadami, Bakiya xili, Avstraliyadami, Melbourne'da, Adelaide'dami xili Bakiya chiqinglar qarindoshlar. Ota-onanglarga ega chiqmasanglar bo'lmaydi. Bularni hargiz turmalarni tashlab qo'ysa bo'lmaydi. Eng bo'lmaydigan chog'da ishlar kar qilib, anodagi Beijingdagi mushlarniki konsullarga xat yozayli, parlament ichidagi Xitoyni o'sh ko'rgan parlament a'zolariga xat yozayli. Men bu odamda deb Beijingni menda qilib qo'ysimi, turmaning ichidagi bir tal mo'mini yerga ikki tal mo'ma. Nepizroq yotganning ustiga qilinroq yotgan. To'xtabdi, men yerdan Beijingdan konsuldan bir tashriqchilar kelib qolsin, mening ota-onasini tuzukroq holat ko'rsatayli deb chiqarammasaqmi? Türümünün içindeki şaraitini yaxshilab qo'yish uchun bo'lsin qilib qo'yayli. Niyatimizni chiqarishtab qilgan bo'lgandan Xudoyim biladi, ikkita bir kunlarda hamda uni voy uni qo'ypamaydi, qilmaydi, uy chiqqan bilan foydasi yo'q, u yerga chiqib satlashib turibdi. Ota-onamiz uchun biz ota-onamiz bizni deb nima kunlarni ko'madi, vatanni bizni beqib cho'ng qilgicha. Vatanlarda bizni beqib ota-onamiz cho'ng qilmoqchi nima kunlarni ko'madi. Mishaga chiqib mishalarni oldirib gap qilish yoki shuar to'lash yoki mushu davlatlarga yolvorish yoki xalqlarga bildirish biz uchun nomusmi qarindoshlar, biz uchun sharaf. Va shunda duolar qilib ketadi. Masha ayadikilar degan meni to'nib ketdi. Kunda yer kafe sotirgan ayol va kun bir stakan kafeni bikaga beradi, men keyin pulini beraydi-mi? Ya unda qilsang bo'lmaydi deb. Ayşinchi darajada haqlar ko'ngil bo'ladi qarindoshlar. Bu ota-onamizga ega chiqqanlik, bu nomus qilganlik bo'landa ashada turidiki, so'qoqda yo o bu deb. Vijdonli bo'layli, unda qilmayli. Ota-onamiz bizni beqish uchun shu yillarda nima kunlarni ko'rmagan. Yerim kechalarda qo'pib, oq sutlarni berib bizga voy bolam deb maktablarga chiroyli yaqinlarimizni qirqinmay avatib, voy o'qish badal puli desa vaqtida kitob pullarini sarg'aytmay berib, voy o'qiy bolam deb ishkirlarga avatib, qaysimizni bo'lsa, hammamizni bo'lsa, chet ellarga chiqatib yaxshi kun ko'rsin deb Xitoyning qandaligini biladi shu. Bo'lmasa har bir uydan bir shay chiqatganlarninki bir hech qaysining bir oila sharoit bir nachar bir qanday bir nimada qolganlar emas, hammasiniki ota-onalarning yaxshi o'rni borlar, hammasi chiqqanlarninki nimishga bolam yaxshi kun ko'rsin deb biladi hammasi. Shuningga chiqatganlar. Shuningga qarindoshlar, bu nomus qildigan yoki hech qanday bir xijil bo'ldigan ish emas. Shuning ota-onamizga ega chiqayli. Bo'pti qarindoshlar, men undan namoyishimni qilayamsa, Allohga amanat. Xo'sh.